Bugun sizlar bilan havo kemalari qanaqa ishlashi, nega ular hozirgi kunda ommalashmagan va nega oldingi asrda yaratilgan har bitta havo kemasi baxtsiz hodisa bilan yakun topganligi va qanaqa qilib yangi asr havo kemalari, ya'ni dirijabllari ishlab chiqarilayotganligi haqida gaplashamiz. Dirijabllar ko'pchilikning xayolida yomon g'oyadek ko'rinadi, ya'ni yaroqsiz bir uskunalardek ko'rinadi. Misol uchun, Hindenburg 200 million litrdan ortiq vodorod bilan to'ldirilgandi. Shunga qaramay, uning tashqi qobig'ida temir oksid va alyuminiy kukuni qoplamasi bo'lgani uchun bu ikkita modda birikib termitni hosil qiladi. Qo'rqinchli tomoni shundaki, termit shunchalik kuchli ekzometrik reaksiya orqali yonadiki, uni hatto temir yo'l relslarini payvandlashda ham ishlatishadi. Svarka qilishdi. Lekin agar biz bu dirijabllarning barcha red flaglarini ahamiyatga olmagan taqdirimizda ham ular yaroqsizdek ko'rinadi. Bunga sabab ularning hajmi va tezligidir. Shunga qaramasdan hozirgi kunda dunyo bo'ylab bir qancha kompaniyalar yangi avlod dirijabllarni yaratish bo'yicha musobaqalashib kelishmoqda. Xo'sh, ular buni nega qilishyapti? Ularni ko'zlagan maqsadlari o'zi nima? Barchaga salom, men ismim Abdusalom. Biz Inception kanalida har xil ingliz tiliga oid bo'lgan ma'lumotlarni o'zbek tiliga tarjima qilib, ularni video sifatida qayta ishlab, sizlar bilan ulashishni yaxshi ko'ramiz. Aynan shu video Veritasium kanalidan olib tarjima qilingan. Barcha savolinglar va taklifinglar bo'lsa, izohlarda qoldirishingizni xohlaymiz. Bizani qo'llab-quvvatlash uchun har doimgidek like bosish, obuna bo'lish va fikringizni izohlarda qoldirish esingizdan chiqmasin. O'ylab ko'raylik. Dunyoning eng katta ekonomiyalaridan biri bo'lgan AQShda tovarlar aynan qay uslubda tashiladi? Samolyotlar orqali tovar tashish uchun juda ko'p mablag' sarflanadi. Lekin havo transporti qimmat bo'lganligi tufayli bu turdagi transportga bo'lgan talab juda past. Agar pulingizni tejamoqchi bo'lsangiz, yuklaringizni mamlakat atrofidagi suv orqali kemalarda tashishingiz mumkin. Lekin bu ancha sekin bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, bu ancha arzon bo'lganligi uchun ko'proq tovarlar aynan shu yo'l bilan tashiladi. Va unga umumiy sarflangan mablag' ham ancha ko'proq, ya'ni ekonomiya kattaroq bu sohada. Temir yo'l esa bundan ham yaxshiroq variant hisoblanib, u kemalarga qaraganda tezroq va samolyotga nisbatan ancha arzonroq. Shuning uchun ko'proq tovarlar poyezdda tashiladi. Hattoki havo va suv orqali tashiladigan yuklarning umumiy hajmidan ham ko'proq. Ammo eng katta hajmdagi yuklar AQShda yuk mashinalari orqali tashilishi ko'pchilikka sir emas. Qizig'i shundaki, yuk mashinalari samolyotlardek tez emas. Davlatlar bo'ylab uchish uchun bir necha kun ketishi mumkin. Uning ustiga ular suv transporti kabi arzon ham emas. Lekin tezlik va narxni bir-biriga moslashishi ularni shunday yetarlicha arzon va yetarlicha tez pozitsiyaga olib chiqa olgan. Va aynan shu sababli ular eng ko'p yuk tashiladigan vosita hisoblanib kelyapti. Albatta, bu barcha ortidagi mukammal tanlov. Endi esa xalqaro yuk tashish usullarini ko'rib chiqamiz. Yagona variantlar samolyotlar va kemalar. Bilamizki, yuklarni havo orqali yuborish uchun juda ko'p pul sarflanadi va bu qimmatga tushgani uchun tovar hajmi ham juda kamayadi. Uning o'rniga aksariyat tovarlar ham qiymat, ham vazn bo'yicha dengiz orqali yuboriladi. Lekin agar 3-variant bo'lsa-chi, kemalardan tezroq va samolyotlardan arzonroq. Bugun aynan shu narsa haqida gaplashamiz. Ehtimol aksariyat mijozlar bu yangi fura tizimiga o'xshagan transport usulini tanlagan bo'lardi. Havo kemalari esa ana shu variantga mos keladi. Ular havodagi yuk mashinalariga aylanishi mumkin. Yuklar okeanlar orqali taxminan bir hafta tashilsa, bu kemalarga nisbatan bir oylik vaqtdan ancha tez. Nazariy jihatdan ular yukni havo orqali yuborishdan bir necha barobar arzonroq ham tushadi. Va eng muhimi, bularning barchasiga samolyotlarga qaraganda ancha kam ifloslanish bilan erishiladi. Gap shundaki, samolyotlar havoda uchish uchun qanotdagi kuchdan kuch olsa, ya'ni ko'tarilish kuchini olsa va aynan o'shaning uchun ular doimiy ravishda katta miqdorda yonilg'i sarflashadi va albatta yonilg'i tengdir havoning ifloslanishiga. Havo kemalari esa, dirijabllar ko'tarilish uchun deyarli kuch ishlatmaydi, chunki ular havodagi tabiiy ko'tarilish effektidan foydalanishadi. Chunki havodagi yengil gazlar tufayli ular osmonda bemalol tura olishadi. Bundan tashqari dirijabllar havoda qolishi uchun ular samolyotlar kabi oldinga harakatlanishi kerak emas. Ya'ni samolyotlar uchsagina havoda tura oladi. To'xtab qolsa ag'anaydi. Dirijabllarda esa xuddi uchar shar kabi uchib turaveradi. Va zamonaviy ishlab chiqaruvchilar havo kemalari yordamida ishlab chiqariladigan karbonat angidrid miqdorini 90% yoki undan ham ko'proq miqdorda kamaytirish mumkinligini taxmin qilishmoqda. Ammo havo kemalari osmon yuk mashinalariga aylanishi uchun ular ko'pgina yukni ko'tara olishlari kerak.
O'tmishda esa aynan shu narsa havo kemalari uchun muammo bo'lib kelgan. Lekin bu yerda fizikadan to'g'ri foydalana olishimiz qo'l keladi. Chunki havo kemasining ko'tarilishi undagi yengil gaz hajmiga bog'liq. Ya'ni ko'tarilish kuchi radiusning kubiga proporsional. Drag, ya'ni havoning qarshilik kuchi esa kesim maydoni va yo'l yuzasi, ya'ni havo kemasining tana yuzasiga kombinatsiyasiga bog'liq. Shunda qarshilik radiusining kvadratiga proporsional bo'ladi. Okey. Bu fizik gaplar nimani anglatadi? Ya'ni bu degan havo kemasi qancha katta bo'lsa, uning samaradorligi shunchalik oshadi. Buni o'zimizdan tilda tushuntiradigan bo'lsak, как будто ikkita yarim litrli baklashkani bitta 2 litrli baklashkaga solishtirishdek gap. Ya'ni bitta 2 litrli baklashkani ishlab chiqarayotganda stanok kamroq ishlaydi. Unda faqatgina bir dona qopqoq ishlab chiqarilyapti, faqatgina bir dona stiker ishlab chiqarilyapti va qolib atiga bir martagina bosilyapti. Ikkita baklashkada bo'lsa 2 marta qilinadi, garchi kichikroq hajmda bo'lsa ham. Ya'ni ishlab chiqaruvchilardan so'rasanglar tushuntirib beradi va tushundinglar degan umiddaman. Bu как будто tovada sal ko'proq yog' solib, ikkita tuxumni baravar pishirishga o'xshaydi. Bitta tuxumni bittada pishirib, o'chirib, yog' olib tashlab, yangi yog'i solib, yana boshqa tuxum pishirganga qaraganda. Tushundinglar degan umiddaman. Endi dirijabllarga qaytadigan bo'lsak, misol uchun dirijabllarning samaradorligini oshirmoqchimisiz? Unda uni shunchaki 2 baravar kattalashtiring. Yuzi 4 baravar ortadi, hajm esa 8 baravar. Shunday qilib ko'tarilish kuchining qarshilikka nisbati 2 baravar ortaveradi. Bu yetarli bo'lmasa, yana 2 baravar kattalashtiring. Qizig'i shundaki, havo kemalarini osmon yuk mashinalariga aylantirish uchun bizga dunyo tarixidagi eng katta havo kemalarini qurish kerak bo'ladi. Va buning uchun esa bizda 3 turdagi havo kemalari mavjud. Birinchisi blimp, ya'ni oddiy ballonga uchish platformasi va motorlar biriktirilgan shakl. Xuddi uchar shari kabi blimp o'zining bosimiga asoslangan holda shaklini ushlab tura oladi. Va aynan shu sababli bosim oshgani sari blimpning shakli o'zgarib boraveradi va blimplar keragidan ortiq darajada bosim ostida bo'la olmaydi. Chunki endi u holatda uchish xavfli hisoblanadi. Ikkinchi turdagi esa bu yarim qattiq havo kemasi. Blimpga o'xshab bu turda ham tashqi qoplama kuchlanishida bo'ladi. Lekin endi u shaklini ushlab turish uchun qo'shimcha ichkarida tuzilma va strukturalar mavjud. So'nggi tur esa qattiq konstruksiyali havo kemasi. Bunda shaklni saqlab turuvchi ichki tuzilma mavjud bo'lib, korpus ichida vodorod yoki geliy kabi yengil gazlar bilan to'ldirilgan gaz hujayralari bo'ladi. Bu holda gaz hujayralari bosim ostida bo'lmaydi. Shuning uchun ularni kattalashtirish muammo ham emas. Qattiq havo kemalarining eng yaxshi jihati ularning kattalashtirishda duch keladigan to'siqlar yo'q. Sizga kattaroq havo kemasi kerakmi? Well, shunchaki tuzilmani kattalashtiring. Hatto tuzilmaning og'irligi umumiy og'irlikka nisbatan kamayadi. Ya'ni qattiq havo kemalari hatto kub kvadrat nisbatidan ham samaraliroq kattalashadi. Shunday ekan, aynan shu turdagi havo kemalar yuk bozori uchun juda ham mos keladi. Va bu aynan Eli kompaniyasi taklif qilayotgan narsa. 388 metrlik uzunlikdagi qattiq havo kemasini qurish va yuk bozorini zabt etish. Bu havo kemasi 500 tonnagacha yukni 90 km/soat tezlikda tashiy oladi va bu degani u Nyu-Yorkdagi Erkinlik haykalini roppa-rosa 2 nusxasini avtomagistralda harakat qilayotgan tezlikda tashiy oladi deganidir. Agar bunday kema qurilsa, u nafaqat eng katta havo kemasi bo'ladi, balkim eng og'ir yuk ko'tara oladigan havo kemasiga ham aylanadi. Yangi ishlab chiqarilayotgan texnologiya uchun, transport vositasi uchun bu menimcha yomon natija deb hisoblamayman. Lekin yuk tashish bozorida muhim o'rinni egallash uchun faqat bitta havo kemasini o'zi yetmaydi. Butun dunyo bo'ylab uzluksiz harakatda bo'ladigan minglab havo kemalaridan iborat butun bir flot kerak. Agar ular okean orqali yuk tashish bozorini yarmiga ega bo'lishsa va yuk mashinalariga o'xshab har bir tonna kilometr uchun o'rtacha 10 sentdan xizmat ko'rsatishsa, bu yiliga 650 milliard dollar daromad degani. Va agar bularning barchasini bitta kompaniya yaratsa, u daromad bo'yicha dunyodagi eng yirik kompaniyaga aylanishi mumkin. Apple, Amazon va yoki Walmartdan ham kattaroq. Yuk tashish ehtimol havo kemalari uchun eng katta bozor. Ammo bu soha kuchli raqobat va past foyda marjalarida turadi. Ya'ni foyda kam qoladi har bir xizmatda. Bu esa havo kemasini qurish, rivojlantirish va sertifikatlash uchun katta mablag' talab qilib, unchalik ideal emas. Bizga esa kamroq raqobat va yuqoriroq foyda beradigan bozor kerak. Misol uchun, bu Airlander 10, Buyuk Britaniyaning Hybrid Air Vehicles kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan havo kemasi. Xo'sh, Airlander 10 nima maqsadlarga qo'llanilishi rejalashtirilgan ekan?
Ular noodatiy va esda qolarli ta'tillar uchun ko'p ishlatiladi. Misol uchun, Shimoliy qutbga sayohat, Amazon ustidan uchib o'tish. Bularning barchasi deyarli hech qanday ekologik zarar yetkazmasdan amalga oshiriladi va sayohatchilar esa muayyan darajada komfortda safar qilishlari va boshqa hech qanaqasiga ko'ra olmaydigan narsalarni tomosha qilish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Dastlabki sayohatlar 2026-yildan kechikmay boshlanishi rejalashtirilgan. Agar shunaqa sayohatga borishni xohlasangiz yoki shunaqa sayohatni mahringiz uchun so'ra olmoqchi bo'lsangiz, unda hozirdan talab qiling yoki hozirdan pul tejashni boshlang, chunki bunaqa sayohat sizga taxminan 200 ming dollarga tushadi. Lekin ba'zi kompaniyalar qulay sayohat bozoriga e'tibor berayotgan bir vaqtda boshqalari havo kemalarining yana bir o'ziga xos afzalliklaridan foydalanmoqchi. Odatda yuklarni bir joydan boshqasiga ko'chirish uchun yuk mashinalari uchun yo'llar, kemalar uchun suv va portlar, poyezdlar uchun temir yo'l va stansiyalar, samolyotlar uchun esa uzoq uchish va qo'nish yo'laklari, ya'ni aeroportlar zarur bo'ladi. Havo kemalariga esa juda ham kam infratuzilmani o'zi kifoya. Eng kerakli narsa esa bu qo'nish uchun yetarlicha tekis yer. Masalan, maysazor, qum, muz yoki hatto suv ham bo'lishi mumkin. Aynan shu noyob imkoniyat ularni boshqa hech qanday transport vositasi yetib bora olmaydigan hududlarga yuk yetkazishda qo'l keladi. Havo kemalari uzoq yillardan beri ajralib qolgan hududlarni, masalan, Kanada yoki Alaskadagi uzoq qishloqlarni birlashtirishga qodir va buni minimal infratuzilma bilan amalga oshira oladi. Yoki tasavvur qiling, tabiiy ofat natijasida yo'llar, temir yo'llar va portlar buzilgan. Tirik qolganlarni qidirish va ularga yordam ko'rsatish juda muhim, lekin u yerga hech qanday yetib borish va bog'lanishning iloji yo'q. Shunday vaziyatda havo kemalari yordamchilarining o'zini hamda zaruriy jihozlarni yetkazib berish yoki osmondan mobil aloqa tarqatish orqali tezkor yordam ko'rsatishi ham mumkin. Google yaratuvchisidan biri bo'lgan Sergey Brin tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan LTA Research kabi kompaniyalar ana shunday tabiiy ofatlar paytida yordam ko'rsatishga ixtisoslashtiryapti. Va ular allaqachon katta yutuqlarga erishgan. Ularning hozirgi prototipi Pathfinder 1 bir nechta yopiq joylardagi sinov parvozlarini muvaffaqiyatli o'tkazdi va yaqin oylar ichida tashqarida ham uchishlari rejalashtirilgan. Ular bu sinovlar orqali o'rganilgan saboqlar asosida zarar yetgan hududlarga yordam beradigan havo kemalari seriyasini yaratishmoqchi. Bu masalaga boshqa joydan qaraydigan bo'lsak, yuk tashish uchun yo'llar bo'ladi, lekin tashiladigan yuk yo'lga mos kelmaydi. Masalan, uzun, katta va mo'rt shamol turbina pichoqlarini olsak. Bunday pichoqlarni zavoddan kerakli manzilga yetkazish ancha qiyin bo'lganligi uchun aniq harakatlar ketma-ketligini talab qiladi. Bu esa ko'pincha shamol turbinalari o'lchamini cheklab qo'yadi. Lekin havo kemalari bunday muammolarga duch kelmaydi, chunki ular har qanday kattalikdagi turbina pichoqlarini pastki qismiga mahkamlab, bevosita manzilga olib bora oladi. Bu esa tezroq, osonroq va kuchliroq shamol turbinalarini qura olish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, havo kemalari boshqa ko'chirish qiyin bo'lgan yirik inshootlarni ham osonlik bilan tashiy oladi. Lekin ba'zida yukni yetkazish o'rniga uni olib ketish ham kerak bo'ladi. Ya'ni yukni A tochkadan B tochkaga yetkazishdan ko'ra uni joydan pick-up qilib olish kattaroq ahamiyatga ega. Misol uchun, Fransiya yog'och kabi tabiiy boyliklarga juda boy, ammo ularning ko'pgina o'rmonlariga yuk mashinalari bora olmaydi va shu sababdan kesilgan daraxtlarni olib chiqishning imkoni yo'q bo'lib qolgan. Lekin Fransiya hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Flying Wheels, ya'ni uchar kitlar kompaniyasi buni o'zgartirish uchun bel bog'lagan. Ular 200 metr uzunlikdagi yuk tashuvchi havo kemasini ishlab chiqarishmoqda va u 60 tonnalik yukni ko'tara olishi ko'zda tutilmoqda. Bu kema uzoqdagi o'rmonlar ustida muallaq turib, kesilgan yog'ochlarni osmondan olib kelishga mo'ljallangan. Ammo osmondan yuk yuklash va tushirish katta muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Dastlab jarayon davomida havo kemasini harakatsiz holda ushlab turish kerak. Bu eng muhim nuqtalardan bittasi. Ya'ni buni sababi havo kemalarida sail effect, ya'ni yelkan effekti bor. Ya'ni yelkan effekti hosil bo'ladi. Hatto nisbatan yengil shamol oqimi ham agar juda katta yuzaga ta'sir qilsa, kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu esa havo kemalarini, ayniqsa ularni yerga yaqin va past tezlikda boshqarilishini qiyinlashtiradi. Shuning uchun havo kemalari biroz boshqaruvi qiyin hisoblanadi. Bu muammoni yechish uchun havo kemasining korpusi atrofida uning doimo ishlab turuvchi vintlar, ya'ni propellerlar o'rnatilgan.
Ammo baribir bu havo kemalarining doimiy ob-havoga ega joylarda ishlatilishini cheklab qo'yadi. Ya'ni okeanlarga juda ham yaqin joyda to'xtovsiz shamol yoki bo'ron bo'lib turadigan joylarda bu juda ham katta qarshilik ko'rsatadi havo kemalarining to'xtovsiz operatsiyasiga. Va bu ayniqsa yirik yuk tashuvchi havo kemalari uchun sezilarli darajada muhim. Chunki havo kemasi og'ir yukni ko'tarayotgan paytda yuk va havo kemasining umumiy og'irligi ko'taruvchi kuch bilan muvozanatlashadi. Muammo esa shu yuk tushirilganda yuzaga kelib, havo kemasi birdan yengil bo'lib osmonga qarab otilishini hosil qilishi mumkin. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun qandaydir choralar ko'rilishi kerak. Agar bu muammo hal qilinmasa, yuk tashishda havo kemalari deyarli umuman foydasiz bo'lib qoladi. Muammoni hal qilish uchun bir nechta usullar taklif kiritilgan. Eng oddiysi ko'taruvchi gazni chiqarish orqali ko'tarilishni kamaytirish. Lekin ortiqcha gazni chiqarib tashlash muammosi shundaki, zamonaviy havo kemalarida odatda geliydan foydalanishadi. Masalan, havo kemasidagi 60 tonnali yukni yerga tushirib bo'lganingizdan keyin havo kemasini o'zini joyida ushlab turish uchun 54 ming kub metr geliy chiqarib yuborilishi kerak bo'ladi. Bu degani taxminan bir necha 100 ming dollarga teng. Bundan tashqari geliy kamyob gaz bo'lganligi uchun uni chiqarib yuborish unchalik foydali bo'lmaydi. Yana bir variant bor. Havo kemasini pastga itarish uchun dvigatellardan foydalanish. Ammo bu usulda juda ko'p yoqilg'i sarf qilinadi. Bu esa havo kemalarining asosiy afzalligini, ya'ni yonilg'i tejamkorligini yo'qqa chiqaradi. Haqiqiy orzu esa bu ko'taruvchi gazni siqish va bo'shatish orqali boshqarish. Ya'ni gaz holatida u ko'taruvchi kuch berishi, siqilgan holatida esa og'irlashib, og'irlik rolini o'ynash kerak edi. Ammo bu yerda juda katta muammolar ham bor. Aynan shu juda katta havo gazini siqib, uni qaytadan ishirish uchun kompressor kerak. Kompressor ortiqcha yuk o'zida kuch ishlab chiqarish kerak. Kuch ishlab chiqarish uchun kuch talab qiladi, yo elektr yoki gaz va bu barchasi degani yana ekstra yonilg'i sarflanyapti degani. Hozircha eng oddiy va vaqtinchalik yechim bu chiqarilayotgan og'irlikni boshqa bir og'irlik bilan almashtirish. Ya'ni 60 tonna konteyner tushirishingiz bilan 60 tonna konteyner olasiz. Ya'ni bitta konteyner tushirib, bitta konteyner olasiz, ikkinchisini tushirib, uchinchisini olasiz, to'rtinchisini tushirib, beshinchisini olasiz, itakdali. Ammo yuqorida aytib o'tgan kompaniyamiz bu muammoni yechishni yana bitta innovatsion usulni o'ylab topishgan. Misol uchun Airlander 10 havo kemasining sirlaridan biri ham aynan shunda. Bu havo kemasi geliydan olinadigan ko'tarilish kuchi va korpusning aerodinamik shakli orqali yaratiladigan ko'tarilish kuchini kombinatsiyasiga asoslangan bo'lib, ya'ni ular havo kemasining umumiy vaznini ichidagi geliy orqali ko'tarishi mumkin. Ya'ni parvoz paytida u deyarli og'irlik qilmaydi va aerodinamik ko'tarilish faqat yukni ko'tarish uchun ishlatiladi. Masalan, tasavvur qiling, bitta samolyot. U samolyot yuk tashiydigan samolyot. Uni ichini geliy bilan to'ldirib, uni havoda ushlab tura olamiz. Mamtga qo'ysak shu yerda turadi, bu yerga qo'ysak bu yerda turadi. Lekin u samolyot bo'lganligi uchun uni aerodinamik qobiliyatlari ham bor va u ucha oladi. Va unga ves qo'ygandan keyingina uni uchiramiz. O'shanda samolyotning dvigatellari faqatgina yukni tashish uchun ishlatyapti. O'zini vesini esa samolyotning vesini nima ko'taryapti? Uning ichidagi geliy ko'taryapti. Airlander 10 ni ishlash prinsipi ham aynan shunday edi. Masalan, agar 100 kishi bo'lsa, u doimgidek oddiy samolyot kabi yurib uchib ketadi. Lekin uchib ketish tezligi ancha past. Va pastga tushganimizda odamlar tushib ketgandan keyin ham havo kemasi osmonga uchib ketmaydi. Chunki havo kemasini ko'taradigan kuchi yo'q. Uni faqatgina havoni xohlagan nuqtasida ushlab turadigan ko'tarilish kuchi bor. Bu turdagi havo kemalarini gibrid havo kemalari deyiladi. Gibrid havo kemalari yengil yuklar uchun juda yaxshi va ammo og'ir yuk uzoq masofaga tashish uchun ular ideal emas. Chunki bunday holda tekin ko'tarilish, ya'ni geliyning ko'taruvchiligini, afzalligini yo'qotamiz. Shuning uchun yirik yuk tashuvchi havo kemalari uchun hozircha eng yaxshi yechim bu chiqarilayotgan yuk o'rniga boshqa bir og'irlik bilan almashtirish bo'lib qoladi. Lekin havo kemalarini osmon, yuk mashinalariga aylantirish uchun bundan murakkab muammolarni hal qilish kerak. Sababi bu 388 metrlik uzunlikdagi havo kemasini hali hech kim qura olmagan. Endi tabiiyki bu narsa savol tug'diradi. Qanday qilib bunday katta havo kemasini qurish mumkin? Oddiy holatda havo kemalari juda katta maydonlarda quriladi va bu ularni har xil ob-havodan himoya qiladi. Ammo eng katta quriladigan angarlarning uzunligi faqat 360 metr bo'lgan. Bu esa 388 metrlik havo kemasini sig'dira olmasligi tabiiy. Agar siz minglab bunday havo kemasini ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, unda quyidagi ikkita yo'ldan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, juda katta va nozik tuzilishga ega havo kemalarining qandaydir mo'jiza orqali ochiq havoda qurish. Ikkinchisi,
dunyodagi eng katta angarlardan yuzlab barpo etish. Biroq bu ham yetmagandek, yana bir muammo mavjud. Har bir havo kemasini 1 million kub metrdan ortiq ko'taruvchi gaz bilan to'ldirish kerak. Bu esa havo kemalarida anchadan beri so'rab kelinadigan savolni yana ko'taradi. Vodoroddan foydalangan ma'qulmi yoki geliy? Chunki havo kemalari o'ylab topilgan davrdan boshlab ular odatda ikki turdagi gazdan foydalanishgan. Birinchisi geliy, ikkinchisi vodorod. Xo'sh, geliy juda qimmat va ko'taruvchiligi ham past. Vodorod esa juda arzon, lekin u odamlarni o'ldirishi mumkin, chunki u xavfli, yonuvchi. Qadimda Hindenburg havo kemasi atigi 40 soniyadan kam vaqt yonib ketgach, tanlov aniq bo'lgan. Va bu faqat inert, ya'ni yonmaydigan geliydan foydalanish lozim. AQSh federal aviatsiya ma'muriyati ham xuddi shu fikrga qo'shilib, vodoroddan ko'taruvchi gaz sifatida foydalanishni yillar davomida taqiqladi. Ammo ko'pchilik tushunmaydigan narsalardan bittasi shuki, Hindenburgdagi 97 kishidan 60 tadan ortig'i mo'jizaviy tarzda tirik qolgan. Ya'ni garchi vodorod tufayli u dirijabil yonib ketgan bo'lishiga qaramasdan, u yonib ketganlarning aksariyati tirik qoldi. Bu degani vodorod insoniyat o'ylaganchalik darajada xavflimi? Shunchaki bu hodisadan bir necha yil oldin yana bir havo kemasi USS Akron New Jersey sohillarida qulab tushgan va unda esa 76 kishidan 73 nafari halok bo'lgan edi. Lekin bu havo kemasida vodorod emas, geliy ishlatilgan edi. Bu narsa anglatadiki, ichkaridagi ko'taruvchi gaz u narsani vodorod yoki geliyligidan emas, xavf balkim uchar kemasining tuzilishida bo'lishi mumkin. Va agar kelajakda minglab havo kemalarini qurish, ularni to'ldirish niyatimiz bo'lsa, havo kemalarining qurilishini o'zi ularning strukturasini rivojlantiradi, ularning dizaynini, arxitekturasini rivojlantiradi va shu sabab bizga eng oson va arzon tushadigan yonilg'i yoki ko'taruvchi gaz bu vodorod bo'lib qoladi. Oxirgi va yana bir muhim masalalardan biri bu sertifikatlash. Umuman olganda har qanday yangi samolyotni sertifikatlash juda uzoq vaqt va ko'p pul talab qiladigan jarayon. Agar siz havo kemasini sertifikatlash haqida gapirayotgan bo'lsangiz, bu biz uchun nafaqat yangi samolyot, balkim umuman yangi turdagi uchuvchi vosita bo'lganligi tufayli hech kim hali bu narsani, ya'ni qattiq strukturaga ega bo'lgan havo kemasini rasmiy ravishda sertifikatlanmagan. Aynan shu narsa juda ham katta challenge, ya'ni qiyinchilik tug'diradi. Endi bu muammoni ustiga qo'shaylik. Dunyodagi eng katta havo kemasini qurish va uni ustiga yonuvchi gaz bilan uni to'ldirib, to'xtovsiz shu turdagi havo kemalarini ta'minlab turish. Ko'rib turganingizdek, bu muammolar logistik nuqtai nazardan olib qaraganda dirijabillarning rivojlanishiga juda ham katta to'sqinlik qilyapti. Lekin ehtimol bu muammolarning barchasi umuman ahamiyatli bo'lmasligi ham mumkin. Chunki 500 tonnalik yuk tashiydigan havo kemasini qurish umuman imkonsiz bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Uning boshqa sabablaridan biri hozirgi kundagi boshqa transport vositalarini ham yoki boshqa transport variantlarini ham rivojlanayotgani. Kundan kunga samolyotlarning rivojlanishi bor, kemalarning samaradorligini oshishi bor, mashina va yo'llardagi infrastrukturalarning o'zgarishi tufayli barcha faktorlar birlashgan holda dirijabillarning rivojiga to'sqinlik ko'rsatadi. Dirijabillarga qaytadigan bo'lsak, ularning strukturaviy tuzilishining o'zi ularning rivojlanishiga katta muammo qo'yadi. Chunki ularning eng muhim aspektlaridan bittasi ularning yengilligi, ya'ni vazni. Ular katta yuklarni tashiy olishi uchun yengil bo'lishi kerak. Yengil bo'lish degani biz yoki xavfsizlikni yoki konstruksiya nuqtai nazaridan olib qaraganda baquvvatlikni qurbon qilishimizga to'g'ri kelyapti. Ya'ni dirijabil ko'proq yuk tasha olishi uchun va samaradorli bo'lishi uchun iloji boricha yengil bo'lishi kerak. Yengil bo'lgani sari uni xavfsizlik koeffitsiyenti tushib boradi. Xavfsizlik koeffitsiyentini oshirish uchun biz unga yuk qo'yishimiz kerak va u yuk xavfsizligini oshirish uchun ishlatilyapti. Tashish uchun emas. Albatta bu narsa endi samaradorligini pasaytiradi. Va aynan shu kabi muammolar osmondagi yuk mashinalarini yaratilishiga va ularni hozir biz gaplashib o'tganimiz kabi dengiz osmonlarini qoplashiga va transport vositalari sifatida qabul qilinishiga juda ham katta to'sqinlik qilmoqda. Konsepsiya sifatida yoki teoriya sifatida bular juda ham foydali
va maqsadga muvofiq transport vositalari. Lekin ko'rib turganingizdek, hozirgi dunyoning ekonomiyasiga va bugungi kunning nuqtai nazaridan olib qaraganda, ularga katta mablag' tikish yoki boshqa turdagi transport vositalarini o'rniga o'rnatish balkim dunyodagi eng zo'r g'oya bo'lmasligi mumkin. Lekin albatta bu keng dunyoda dirijabllar kabi transport vositalari uchun ishonchim komil talab mavjud va bu talabni topib, uni rivojlantirib, ommaga foyda keltiradigan nuqtaga chiqarish siz bilan menga o'xshagan yoshlarni bo'ynimizda. Ko'p videolarimda aytib o'taman, bu videoda ham qaytarib o'tmoqchiman. Hozirgi kundagi eng qudratli qo'lingizdagi narsa bu bilimingiz. Siz bilimingiz bilan dunyoni boshqarishingiz mumkin. Bilimingiz bilan oilangizni, atrofingizdagi kompaniyani yoki shaharingizni, davlat va kerak bo'lsa butun boshli dunyo aholisini boshqarishingiz mumkin. Ha, to'g'ri, bu narsa har doim haqiqat bo'lib kelgan. Lekin aynan 21-asrda bu haqiqatning vazni 2 baravarga oshadi. Siz ham, men ham hayotda muvaffaqiyatga erishmoqchimiz. Hozirgi kunda muvaffaqiyatga bilimsiz erishish iloji yo'q. Va aynan o'shaning uchun ham mening maqsadim ilm-fanni insonlar bilan ulashish. Men xoliman sizlarda ilm-fanga bo'lgan mehr tug'ilishi va rivojlanishi. Va biza Inception kanali sifatida sizlarning ilm-fanga bo'lgan mehringizga zarracha hissa qo'shayotgan bo'lsak, uyquga ketganimizda biz bemalol dam olamiz. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha, bizlarni qo'llab-quvvatlab, videolarimizni do'stlaringizlar bilan ulashishdan chiqmasin. Sizlar bilan Inception kanali bo'ldi.